Bu Damas'ning normasi mana shu holatda yuradi. Mana shu holatda. Maksimum qizib ketsa mana shu holatda. Bog'dan o'tmaslik kerak. Mana shu chiziqqa bo'lsa ham xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik oldingi versiyadagi 4 tablodagilarda mana shunday yurgan hisobiga mana tikka kelib qolsam qaynab ketargan. Bu ko'pchilik o'zi uchun o'rganib qolgan. Mana shu norma deb belgi deb hisoblaydi. Aslida mana norma hisoblaydi. Mana shu strategiya norma. Mana shu holatda bo'lsa ham mana shu atrofda yursak, ziyon qilmaydi, suv qaynamaydi. Buni faqat shu qiladigan ishimiz, minus berganimizda fonni shu qizilga yetib olish kerak. Bo'lganimizda nolga qaytish kerak. Hozir qizdirib tekshiramiz qaytadan. Natija datchik ko'tardi, mana suv qizgandan keyin. Xo'p, mana Xitoy suv datchik qo'yganiga yaxshi effekt bermadi. O'zini koreys datchik qo'yganimizdan keyin normal ko'targan bo'ldi. Hop, eski holatda mana shundan uzoqqa chiqmagan, mana shu chiziqqa chiqib olgan xolos. Hop, shu qizisa, maksimal qizisa mana shu yerga keladi. Mana chiziqqa yetib borsa ziyon qilmaydi. Mana shu chiziqdan o'tib ketmasa bo'ldi. Mana shu yergacha kelsa normal. Mana shu atrofda mana shu archaning oldi, shu atrofda yuradi.